Amerikan maktabiga kalish kiyib kelsangiz ham yoki uydagi domashniy tapichkalarni kiyib kelsangiz ham hech kim hech narsa deyishini bilasizmi? Hattoki pijama kiyib keladigan o'quvchilar kam emas, ko'p. Uydagi adyonni olib kelib, o'ranib o'tiradigan o'quvchilar ham kam emas, ular ham ko'p. Bunga sabab albatta forma yo'qligi va hech kim bilan ishi yo'q. Faqat bitta qonuni bor, kalta kiymasligingiz kerak va ochiq kiyinmasligingiz kerak. Kalta, yopishqoq, ochiq kiyimlar kiyib keladigan bo'lsangiz, maktabdagi prinsipal keladi va ota-onangiz chaqiradi, bir marta, ikki marta imkoniyat beradi va shunda ham kalta kiyib keladigan bo'lsangiz, keyin maktabdan sizni chetlattiradi. Deyarli hech kim bilan ishi yo'q. O'qishga keladigan bo'lsak, o'qishni boshida kompyuter beradi har bitta o'quvchiga va o'qishni oxirida o'sha kompyuterni qaytarib berishingizga to'g'ri keladi va yana keyingi yil shu narsa qaytariladi, yana borib kompyuter olasiz va yana qaytarib berasiz yilning oxirida. Lekin uyga olib kelib yurasiz. Bir yil davomida bu sizniki bo'ladi. Partalarga keladigan bo'lsak, hamma xohlagan joyga o'tiradi. Hech kimning o'zining shaxsiy joyi yo'q. Bir kun oldinda, bir kun orqada qaysi joy bo'sh bo'lsa o'sha joyda o'tirib kelasiz va avtobusga qaytib yana uyingizga qaytib borasiz.